Ko'pchilik uy izlaydi, lekin bunaqasini topolmaydi. Kichkina xonadondan yuragi qisadigan akalarimiz uchun uyda obzorni ko'rsatib beraman, marhamat. 122 kvadrat. Bu kenglik degani. Yevro remont bu sifat degani. Xo'p, xonadonimiz kiraverganda katta koridor ko'rdingiz. Mana bu yoqda turetskiy mebellar, turetskiy pardalar hamda sifat bilan har bir detaliga e'tibor berilgan yevro remontli xonadonimiz sotiladi. Xo'p, bu yoqda xohlasangiz detskiy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Oladiganlarga detskiy qilib sharoit qilib berishamiz dedilar. Xohlasalar shu holatda qoladi dedilar. O'zining gardenlari ham. Spalni. Mana bu yoqdan kirsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, oshxonasi haqida qisqacha mana video obzor qilib beraman. Boshqa domlarda 10 ming sotiladigan parkovkasini bonus sifatida qo'shib beramiz. Avtoturargohi sizga skitka sifatida qo'shib beriladi. Ana endi siz bilan narx haqida gaplashamiz. Ushbu 122 kvadratli domimiz 148 ming tashkil qiladi. Hoji otam duolarni olaman deydigan akalarimiz, Amerikada yurgan boy akalarimizga yuborib qo'yamiz. Ushbu domimiz bozorda uzoq turmasligi aniq, tezda qo'ng'iroq qiling, pastda telefon raqam qoldiraman. 21-asr ko'chmas mulk agentligi ishonch bilan qurilgan kelajak. 1832 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling.